Xayrli tong hammaga. Hozir qisqacha bugungi qiladigan operatsiyalarimdan bittasini haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Bu operatsiya yosh 22-23 yosh bolada uylanmagan hali hamda jinsiy holatda qiychayish bor. Bu qiychayish voyaga yetgandan keyin aniq bo'lgan, endi e'tibor berish boshlagan hamda uylanish kerak. Uylanishdan oldin bunday holatda qo'rqyapti. Tekshiruvlarni qilinganda jinsiy holatda tug'ma qiychayish aniqlangan. Qiychayishni misrlik olim bor. Bu misrlik olim именно tug'ma qiychayishlarda jinsiy holatni to'g'irlash operatsiyasini o'ylab topgan. Shu operatsiyasini o'tkazamiz hozir. Bu operatsiyani avval ko'plab operatsiya qilingan bizda. Men o'zim qilganman. Rezultatlari yaxshi. Natijalarni albatta ulashamiz.